Bu yildan boshlab biz Boxer TV loyihamizni boshqatdan yurg'izishni boshladik. Yangi formatga olib kelib, boshqatdan u loyiha ustidan ishlashni boshladik va qaysidir ma'noda biz uchun ham bu yangi proyekt bo'ldi. Sketch yoki yumor formatidan voz kechib, qisqa metrajli kino formatida ishlashni boshladik, chunki o'zimni umumiy qiziqishim o'zi kinematografiya sohaga qiziqaman va shu yo'nalishda rivojlangim keladi. Shuning uchun yangi proyektga yangi nom bilan logotip kerak edi. Nomga keladigan bo'lsak, biz Boxer TV naзванияni Boxer TV ga o'zgartirdik. Logotipga keladigan bo'lsak, men bir kun Instagramga stories qo'ydim. Среди наших подписчиков есть ли у нас люди, которые вот случайным образом горят желанием сделать нам новый логотип для боксера? Bitta chotki отзывчивый zo'r bola javob berdi storiesimga. Abdulaziz degan bola. Bir o'tirdik, gaplashdik, zoom calllar qildik. Bir vaqt o'tgandan keyin bizani butun identikamizni, o'sha bor stilimizni saqlab qolib, bir yangi bitta logotip ishlab berdi bizga. Men lekin juda qoyil qoldim. Chunki Abdulaziz o'sha bizani stilimizni, biz xohlayotgan narsani juda tushunib olib, maqsad o'zi shundaki, что logotip bir yangiroq, ozgina свежеroq videoda bo'lishi kerak, lekin o'sha sformirованный qanaqadir stildan qattiq ketib qolmasdan nimadir saqlab qolish kerak edi. Va shu narsa bo'yicha Abdulaziz juda zo'r e'tibor berdi. Ish qilib, men juda qoyil qoldim, что shunaqangi отзывчивый подписчиклар bor ekan. Просто aytganicha полный tekinga qilib berdi shu narsani bizga Abdulaziz. Просто o'sha bizning loyihamiz o'sha proyektga yoqqani uchun. Va shu proyektimizni rivojlanishiga o'z juda katta hissasini qo'shdi. Поэтому bu даже reklama emas. Просто kimdirga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha logotip bo'yicha shu bemalol Abdulazizga murojaat qilaverasizlar. Timur akadan degan promo kodimiz bor. O'sha promo kod bo'yicha o'zi skidka qilib, chotki narx qilib zo'r qilib beradi. Biz, конечно же, davom etamiz. Hozirgi paytda yangi film ustida ishlayapmiz. Hozir montaj ishlari ketyapti, syomkani tugatib bo'ldik. Kutib qolinglar. E'tibor uchun rahmat.